Shuning uchun jo'latdi biz oramizdan emas, o'sha haliho bir-biriga surma ichirib, ovozini bo'g'ib qo'yadigan otarchilaringiz orasidan qidiring. Agar qidirmaganingizda sizni o'g'il bola demasdim. Beka, oxirgi vagonni ishgali chiqqanga o'xshaydi. Sharif gullamabdimi? Unisi noma'lum. Uni Moskvadan kelganlar qamashib. Moskvaliklarni avtangorni ko'rdingmi? Yo'q, biznikilarni aralashtirishmadi. Qilish kerak ekan. U yoqqa qochib bormabdimi? Uni bir yo'li qilish kerak, bek. Hovliqma. Agar hozir yo'qotadigan bo'lsak, moskvaliklar xitlanib qoladi. Bo'p. Bo'lmasa men nima qilay? Moskvalikni jig'ildoniga yo'l topaymi? Yo'q. Endi qarab o'tirsak bo'lmaydi. Ahmad, sen qilayni olgin, Moskvaga uch. Endi gap bunday. Hosilboyvachcha osilmagan, yoqilmagan, otib tashab ko'mib yuborilgan. Kim aytdi? Nachalnik aytdi-ku, tayin odamimiz bor deb. Endi gap bunday. Mozorga borib, qabristondagi go'rkovdan gap olasan. Tushundingmi? Men-ku gap olaman, lekin odamingizdan gumonsirab qolishmaydimi? To'g'ri aytibdilar. Shu qo'yib uchun 5-6 qabristonga borishingga to'g'ri keladi. Ha, yana bitta gap. Asadbeyning kuyovini otib ketishibdi. Elchinnimi? Hosilboyvachchani otilishiga javobmi? Bek. Hammasi joyida bo'ladi. Ustalarning xafiga sal kam xarjroq bo'lib qoluvdik, ishga chiqmaymiz deb xafa bo'lib ketishibdi. Sen nomard ustalarning haqini o'marmaganingda yetgan bo'lar edi. Bek, bunaqa dema. Astag'firulloh. Axir tepamda Xudo bor. Yana nima? Nima gaping bor yana? Noto'g'ri informatsiya kelibdi sizga. Boshimni qotirma mani, xo'pmi? Menga juda ham to'g'ri xabar keladi. Hajga borishing ham yolg'on xabarmi? Rost beka, rost. Men aslida shu gapni aytmoqchi bo'lib keldim oldingizga. Pulni qayerdan olmoqchisan? Oxiratda nima deb javob beramiz? Bu yog'ini ham o'ylaylik. Oxirat degan, menga qara. Labay. 15 ming bilan borib kelish mumkin-a o'sha yoqqa? Albatta. Mayda chudosi ham bo'ladimi? Bo'ladi. Xarajati hammasini qoplaydimi? Chiqadi, qoplaydi, hammasini qoplaydi. Uncha-muncha qoladi ham. Bir 20 mingcha qoladimi? 20 ming qolmasa 10 mingcha qoladi lekin. 10 ming degan, Ha, 10 ming qoladi. hisoblab chiqibsan-da, ha? Endi odamlar gapirib yurishibdi-yu. Mana u 10 ming olganda qulog'ingga qo'yib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iflos qilmagan. Masjidda o'zida qolgan tushundingmi? Olan uni. Beka, rahmat, tamom bo'ling.